Sergeli tumani Xonobod tepa mahallasiga kelganmiz. Ishoninglar, bunaqa uylar kamdan kam chiqadi. Shuning uchun sizlar videoni ko'rishdan oldin bitta like bosib qo'yinglar. Mana shu ortimda turgan 3,5 sotixli tayyor neoklassika uslubida qilingan patkulch xonadonimiz sotuvga qo'yilyapti. Bu uyni egalari o'zligisi uchun qurishgan, ayrim sabablarga ko'ra hozir sotuvga qo'yilyapti. Ichidagi barcha mebel texnikasi bilan beramiz deyishyapti. Siz shundoq kelasiz, kirib yashashingizga tayyor xonadon. Oxirigacha ko'rib turing. Men oxirida to'liq obzori va narxlarini aytib o'taman. Eshikdan kirganingizda sizlarni mana shunaqangi kengina hol qismi kutib oladi. Bu yoqda o'tirib bemalol televizor tomosha qilsanglar bo'ladi. Chap tomonda bo'lsa, kattagina bitta mehmonxona o'rtada o'zingizlar baho berib qo'ymasanglar bo'lmaydi. Juda ham chiroyli qilib ishlangan, shinamgina gap so'z bo'lishi mumkin emas. Avtorskiy proyekt asosida qilinganligi shundoqqina sezilib turibdi. Endi qolgan xonalarni ko'rib chiqamiz. Demak, bu yoqdan yuqori qavatga ko'tarilishimizda umumiy sanuzel bo'ladi. Mana bu yoqda родительский spalnyamiz. Orqadan joy qoldirilgan kattagina hudud zelyonli zonalarga ega, quyosh nuri tushib havo yaxshi aylanishligi uchun joy qoldirilgan va bizada ayollarimizning sevimli xonasi oshxona o'rtoqli. Mana shunaqangi temniy ranglardan foydalanib qo'yishibdi. Gap so'z bo'lishi mumkin emas. Har bir ayolning orzusidagi oshxona bo'lsa kerak. Bu yoqda mana bunaqangi razdijni eshiklardan ham foydalanishgan. Endi sizlar bilan yuqori qavatni ko'rib chiqamiz. Ikkinchi qavatda umumiy 4 ta xona sizlarni kutib oladi. Zina chiqqaningizda mana bunaqangi chiroyligina lyustralar ishlab qo'yishibdi. Chap tomonda birinchi bo'lib bolalar xonasi joylashadi. Undan o'tganingizdan keyin bu yoqda родительский spalnyasi, umumiy sanuzel, bu yoqda bo'lsa o'zlari uchun chiroyli bitta kabinet qilib qo'yishibdi. Xo'p, balkonimiz bor. Balkondan chiqib hovlilarni tomosha qilsanglar ham bo'ladi va bizda oxirgi xonamiz ikkinchi qavatdagi mehmonxona bo'lib o'rtoqlar, o'zingizlar ko'rib baho berib qo'ymasanglar bo'lmaydi. Juda ham chiroyli qilib qo'yishgan, avtorskiy proyekt asosida qilinganligi shundoqqina sezilib turibdi. Videoni shu joyda yakunlaymiz o'rtoqlar. Uy ko'ryapsizlar, o'zingizlar bitta baho berib qo'yinglar. Shaxsan menga juda ham yoqdi. Hammamizga nasib qilsin. Yana bir marta eslatib o'taman. Sergeli Xonobod tepa mahallasiga kelganmiz. 3,5 sotix maydonga tushgan tayyor patkulch xonadonni sizlar bilan birgalikda ko'rib chiqdik. Mana shu ko'rayotgan xonadoninglarga $265,000 so'rashyapti. Tepasiga kelsanglar, yana ham kelishiladigan joylari bo'ladi. Egalarning raqamini qoldiraman. To'g'ridan to'g'ri murojaat qilaverasizlar. Sizlar bilan uy ko'rdik kanali bo'ldi. Bizdan uzoqlashmaydi.